Alo. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida yashovchi Jo'rayeva Oysulton opajonimiz bilan bog'landikmi? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz qizim? Yaxshi, rahmat. Salomat bo'ling. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Kayfiyatlarim juda a'lo. Bezovta emasman. Albatta, avvalambor bugungi quvonchli kunlaringiz, tavallud ayyom shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Yeni daqiqalarda esa dil izhorim tabriklar loyihasi nomidan qo'ng'iroqingizni band qilib turibmiz. Ushbu loyihani boshlovchisiz Ibn Tahirova bilan aloqadasiz opajon. Rahmat qizim, rahmat. Salomat bo'ling. Mehribon yaqinlaringiz nomlaridan chiroyli tilaklar yetib kelgan ekan. Taxmin qila olasizmi? Kim bo'lishlari mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaydim? Turmush o'rtog'im tabriklaydi, farzandlarim. Albatta, barcha yaqinlaringizga birdek qadrlisiz, qimmatlisiz. Sizni ko'p urintirmasdan o'zimiz aytamiz, sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi, hurmat qilguvchi qizingiz Dilnozaxon opamiz nomlaridan chiroyli tilaklar yetib kelgan ekan. Ularga hamroh holatda turmush o'rtog'ingiz nomlaridan ham Lobar opamiz, Shohboz akamiz, Irodaxon singlimiz nomlaridan ham, nabiralar nomlaridan ham chiroyli tilaklarni siz tomon yetkazib qo'yamiz. Rahmat qizim, rahmat. Farzandlarim ham, turmush o'rtog'im ham hammasiga katta rahmat. Bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Ulardan kelgan chiroyli tilaklarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli qizim, mayli. Marhamat, tinglang. Ona poyingizga to'shay jonimni. Jannat iforin yuragim tuysin. Bitta kulgungizga beray borimni, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ona tashvishlarni orting yelkamga, gardaningiz endi g'amdan qutilsin. Bugun aylaning siz men erkamga, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ona poyingizda yotadi jannat, bosgan izlaringiz meniki bo'lsin. Siz eng mehri daryo, eng oliy himmat, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ona egilmasin aziz boshingiz, rohatimiz ko'rib ko'nglingiz to'lsin. Men uchun ulkan baxt sizni boringiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Yuzlari nurli, so'zlari esa do'rligim bo'lgan, jannat oyoqlari ostida turguvchim, jannat gullari ichra rayhonim, hokizoram farishtona jonim. Sizni bugungi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim joningiz sog'omon, martabalaringiz ulug' bo'lsin. Ko'zlaringiz ko'rgani bu dunyoda Ka'batulloh faqat yaxshiliklar bo'lsin. Boshqalarning onalariga havas ko'zlari ila boqmadim. Negaki siz dunyodagi eng mehribon, oq ko'ngil onajonim bo'ldingiz. Biz uchun har doim mehribon bo'ldingiz. Allohimga hamdu sanolar aytamanki, sizni meni onam ekanligingiz uchun. Boshingiz omon bo'lsin onajon. 90, 100 yoshlaringizni qarshilaganingizda ham yoningizda turib chiroyli so'zlar bilan sizni quvontirib yuray. Siz uchun qancha chiroyli tilaklar aytsam ham kamdek onajon. Bugun sizning tavallud topgan kuningizdir. Hamisha baxtimga omon bo'lib yuring.
o'ylagan orzu niyatlaringizga ijobat bo'lsin, yetib yuring. Allohim ham sevgan sevimli bandalaridan bo'ling onajon. Siz jannatdagi ming malayxullardan-da go'zal, yerdagi farishtam, hokisorimsiz. Mehr beminnatim, boringizga shukr, doimo omon bo'ling. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Mehr bergan beminnatimsiz, ilk ko'rganim muhabbatimsiz, zamin ishra chin jannatimsiz, yosh hamsiz, borsiz onajon. Quvonchimning adog'i yo'qdir, yo'lim ravon qadog'i yo'qdir, yuragimda hech dog'i yo'qdir, yaxshi hamsiz, borsiz onajon. Omadimni tilaganim siz, boshimni silaganim siz, omonlikni so'raganim siz, yaxshi hamsiz, borsiz onajon deya o'zlarini chiroyli tilaklarini aynan siz uchun yo'llab qolgan ekanlar. Sizni ham ularga aytadigan dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat ovozlaringiz yozib olinmoqda. Mayli, asal qizim Dilnoza, rahmat. Yangilan baxtli bo'lgin. Farzandlaringni baxtini ko'rgin. Ilohim, ilohim, hamisha mana shu farzandlarga bosh bo'lib turmush o'rtog'ingiz bilan qarilik gashtini surish sizga nasib ro'z aylasin. Tug'ilgan kunlaringizni a'lo kayfiyatda o'tkazib oling. Siz bilan xayrlashmaymiz keyingi tavallud ayyomlaringizda diydor qadar ko'rishguncha. Salomat bo'ling, Allohga omonatsiz. Sizga ham uzoq umr ko'ring. Nafaqatlarimiz kuylaydan baxtsin. Rahmat. Sizga ham qizim, asal qizim. Rahmat. Farzandlarimiz doimo sog' bo'lsin. Nevaralarimiz sog' bo'lsin. Shularni turmush o'rtog'im bilan baxtini ko'raylik. Ilohim, ilohim, har doim baxtini ko'rishlik nasib qilsin. Rahmat qizim, rahmat. Salomat bo'ling opajon. Rahmat. Rahmat.